Hammaga salom. Bugun biz videoyimizda Free Fire'ga tekin kiyim, ya'ni epic kiyimlarni olishtirganamiz tekinga. Buni bitta ilova yordamida olishimiz mumkin. Birinchi bo'lib FF Play Marketga kiramiz va Play Market qidiruv bo'lividan FF Skin Tool deb qidiramiz. Birinchida chiqqan ilova, o'shanga kiramiz. Men bu ilovani o'rnatib olganman, sizlar o'rnatib olasizlar. Bu yerda ikkita bo'lim chiqadi, Max va FF'ni o'zi. FF'ni o'zi bo'lsa, FF'dan kiramiz. Bu yerdan kiyim bo'limini tanlab, o'zimizga yoqqan kiyim tanlaymiz. Men mana bu kiyimni tanladim va uni downloading, ya'ni o'rnatishni bosdim. Qisqacha reklama chiqadi va Free Fire'ga kiramiz. Free Fire'da o'sha personaj tanlashimiz kerak bo'ladi, ya'ni Krios personajini. Kiyimimiz o'shanda ko'rinadi. Faqat o'zimizga ko'rinadi, boshqalarga oddiy kiyim bo'lib ko'rinadi. Mana Free Fire'ga ham kirib oldik va personaj bo'limiga o'tib o'sha personajni tanlaymiz. Mana men buni bugun o'rnatdim, hozir o'rnatdim videoda. Oldin o'rnatgan kiyimlarim. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib keting.